Agar kechasi yolg'iz bo'lsang va seni kimdir doimiy kuzatayotganini sezsang, hech qachon orqaga o'girilib qarama, chunki u seni ko'rayapti. Bu hikoya shunday voqea haqida. Hikoya. Uydagi tungi shovqinlarni eshitganida avvaliga hech narsa sezilmadi, lekin keyin eshik asta taqilladi. Tuk, tuk, tuk. Biror kimsa yo'q. Yolg'izlik, jimlik. Faqat eshikning qorong'u soyalari. U yotog'iga kirib oynaga qaradi. Shunchaki o'zini ko'rmoqchi edi. Ammo oyna harakat qildi. O'zi emas, boshqa yuz bor edi. Yuz faqat qorong'ulikda ko'rinadigan, ammo u seni aniq ko'rayotgandek. Telefon jiringladi. Noma'lum raqam. Xabar. Sen endi mening nazoratimdasan. U telefonga qaradi, ammo ekran qorong'i. Kamera esa xonasida o'zini yozayotganini ko'rsatdi. U eshik tomon qochdi, lekin eshik yo'q edi. U o'zini eshikdan tashqarida ko'rdi. Yuzlari, hammasi uning atrofida. Bitta qo'l unga yetib keldi. U orqaga o'girildi, lekin hech kim yo'q edi. Shu payt oyna porladi va u o'zini ko'rdi. Lekin o'zining yuzida kulayotgan yuzlar bor edi. U qochdi, lekin oyoqlari yerga tegmadi. U endi o'sha oynadagi ular bilan birga edi.